Alloh uni kuzatib turganiga ishonchi komil bo'lsagina to'g'ri yo'lda davomiy turadi. Va mana shu bilan ikki dunyoda saodatli bo'ladi. O'zi bu darslarimizni avvalida aytganmiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Jabroil alayhissalom notanish odam suratida kelib, islom haqida, iymon haqida, ihson haqida so'radi. Ihson nima deb so'raganida Rasululloh aytdilar: "Anta'budalloha ka'annaka tarahu." Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishliging. Ihson shu. Ihson martabasi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Garchi sen Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turadi. Mana shu muroqaba manzilati. Alloh meni doim kuzatib turadi. Har qanday holatda, har qanday sharoitda, qanday qadam bossam, qanday so'z aytsam, Alloh meni kuzatib turadi.